Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, azizlar. Ko'p kuchli rastovor tayyorlash, ichki turga jarayonlanib kelsan deyishgan. Mana 8 arava qumga endi ilayamiz buni. Sal guruhroq uriladi. Birinchi sloy, keyingi sloy o'sha chistovoyga milk sitkadan o'tkazib uriladi. Toshlarni tashlaymiz mana ilab. Ilab qilinadi ikki sloyga ham hozir birinchi chornovoyga ham ilab uramiz. Sal guruhroq chiqadi, keyin melkidan o'tkazib uramiz. 8 arava mana shunday shig'ir qumga bir arava tuproq qo'shamiz mana ilab. Shira bo'lish uchun, shira vazifasi va 4 qop sement qo'shilgan 50 kg, 200 kg ishlatamiz bitta zagatobga. Bizani o'sha yo'nalish shunday, bir xil massa tayyorlanadi, bir xil ishlanadi. Ranglari ham bir xil chiqadi, har xil bo'lib ketadi bo'lmasa. O'sha rastvor har xil tayyorlanadi. Baribir o'sha malyarka addilkan tagiga qoladi, baribir bir xil massa bo'lsa yaxshi bo'ladi, qulay ishlaydi ustani o'zi ham. Shuning uchun biz ko'p yildan beri shunaqa bir xil, yo 6 ta 3 ta sement, 2 ta bitta hisobida qilamiz. Mana hozir ko'cha fasad qismlarini boshlaganmiz, ichkarilar bo'ldi, deyarli bitta mehmonxonamiz qoldi. Bu ham boshimizdan bo'ladi 8 metrga 3,5 metr. Ko'cha tarafimiz ham nasib bo'lsa hozir yelkaga chiqib yana uramiz. Mana bunday rastorimiz yetmay qoldi, ana shu joylarga urib, pravila yordamida qirib ketaveramiz. Yelka atviska tashlangan. Hozir rastorimizni yuvish jarayonida biz suv quyib boshlaganmiz. O'sha ko'p aka-ukalarimiz so'rashdi. Ishga turka jarayonlarni ham ko'rsting, sementli shuvoq, urish jarayonlari deyishdi. Mana darvozaxonani hozir qilib bo'ldik. Mana shu tuproqdan qo'shamiz bir arava, 8 ta bitta. Oldin 2 ta bitta bo'ladi, juda yorug' hosil bo'lib ko'payib ketadi. Shuning uchun 8 arava bitta qo'shamiz, sal shara bo'ladi. Qulay ishlaymiz. Mana nasib bo'lsa. Kuzatib boringlar. Ko'rsatib boraveramiz jarayonlarni. Rasvo tayyorlash mana shunday.